Biz kim? Mulki Turan, Amiri Turkistonmiz. Biz kim? Millatlarning eng qadimi va eng ulug'i Turkning bosh bo'g'inimiz. Agar bizning qudratimizga shubha qilsang, biz qurgan imoratlarga bor. O'zbek milliy davlatchilik tarixida, nafaqat o'zbek milliy davlatchilik tarixida, balki jahon tarixida ham o'chmas iz qoldirgan buyuk allomalar, buyuk davlat arboblari o'tganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Ana shunaqa xalqimizda buyuk daholaridan biri bu albatta Sohibqiron Amir Temur hazratlaridir. Amir Temur hazratlari haqida bugungi kunda ma'lumotlarga qaraganda yozilgan asarlar soni 10 mingdan oshib ketgan. Bu ham badiiy, ham ilmiy asarlar bo'lib, bugungi kunda bu asarlar dunyoni ko'plab tadqiqotchilar tomonidan, jumladan ham sharq ham g'arb olimlari tomonidan e'tirof etib kelinmoqda. Amir Temur hazratlarini hayoti va faoliyatiga bo'lgan qiziqish mana 21-asrda ham so'ngani yo'q, balki u yanada demak kuchayotganligini guvohi bo'lamiz. Sohibqiron Amir Temur tarixda buyuk sarkarda, buyuk davlat arbobi, ilm fan va madaniyat homiysi sifatida gavdalangan va mana shu tomonlardan tarixda o'rganilgan yaxshigina ilm olimlar tomonidan Sohibqiron Amir Temur o'z davlatini tuzgan paytda o'sha davlatni eng dastlabki bosqichidan boshlagan. Deylik, davlat bir xil paytda otasidan meros o'tadi yoki har xil yo'llar bilan davlatga ega bo'ladi. Lekin Sohibqiron Amir Temur 1360-yildan 1370-yilgacha Movarounnahr va uning atroflarini egallagan mo'g'ullarga qarshi kurashib, mana shu yerlarni o'lkani ozod qilib, o'zini yangi davlatini tuzdi. Demak, mana shu o'zi tuzgan davlatni biz endi dastlabki bosqichidan boshladi desak to'ppa-to'g'ri bo'ladida. Juda katta qiyinchiliklar, kurashlar, hammasi mana shular asosida bu davlatni qo'lga kiritdi va ikkinchi bir muhim tomoni, Sohibqiron Amir Temur Movarounnahrda o'zini mustaqil davlatini tuzgandan keyin bu joylar ilgari Chig'atoy ulusi deb atalardi. Chingizxon avlodlariga qarar edi. Ular Chingizxon bosib olgandan keyin shu joylarni o'g'illariga, farzandlariga bo'lib bergan edi. Bu joylarni Chig'atoyga bergan edi. Sohibqiron Amir Temur mustaqil davlat tashkil qilgandan keyin tabiiyki Chingiziy kuchlar bunga murosa qila olmadilar, qarshi chiqdilar. Go'yoki bu joylar ularning qonuniy joyi bo'lgan. Sohibqiron Amir Temur buni noto'g'ri egallagan degan bir shunaqa fikr shakllanib va qancha yillar davomida Sohibqiron Amir Temur davlatiga doim haligi bosqinlar qilib, uyushtirib shu davlatni yo'q qilish paydo bo'ldilarda. Sohibqiron Amir Temurning ikkinchi katta bir harakati Chingiziy kuchlarga qarshi kurashishdan iborat bo'ldi. Bu kuchlar birinchi bizlar hozirgi mana Qirg'iziston hududlarida shakllangan Mo'g'uliston davlati deymiz. O'sha davlat va Jo'chi ulusi, Chingizxonni katta o'g'li Jo'chiga berilgan joylar bu Oltin O'rda hisoblanadi. Va mana shu kuchlar bilan kurashishga to'g'ri keldi. Sohibqiron Amir Temur
misol uchun 3 yillik yurishda yurgan paytida Chingizlik kuchlar Oltin O'rda tomonidan, Mo'g'uliston tomonidan demak bu hudud hozir zaiflashib qoldi deb hisoblab turib bostirib kirishgan. Lekin Sobqiron Amir Temur darrov o'zini tezkor guruhlaridan katta lashkar tashkil qilib jo'natib, ketma-ket o'zi ham yetib keldi va ularga qarshi kurash olib borib, ikkita katta yurishi, birinchisi Mo'g'ulistonga bo'lgan katta yurishi, ikkinchisi Jo'cha ulusiga To'xtamishxonga bo'lgan katta yurishi mana shu munosabat bilan qilingan yurishlar edi. Sobqiron Amir Temurning undan keyingi 5 yillik, 7 yillik yurishlarida ham mana o'zini tuzgan davlatini ichki va tashqi salohiyatini kuchaytirish maqsad qilingan edi. Eng muhim sohalaridan bittasi Sobqiron o'z davrida Movaroun Nahridan Xitoygacha bo'lgan savdo yo'lini ochdi. Bu degan so'z qadimgi buyuk Ipak yo'lini qaytadan tikladi. Yangi tarmoqlari bilan tikladi, rivojlantirdi. Faqat tikladi emas, rivojlantirdi. Xitoydan chiqqan karvonlar mana to hozirgi Suriya deymiz, O'rta dengiz sohillarigacha borib, u yog'i kemarada mollarini Yevropaga olib o'tishgan. Mana savdo Xitoydan boshlangan bo'lsa, boshlanishi u yog'i Yevropagacha yetib borgan. Shularni bu yog'i Hindistongacha, bu yog'i Jo'cha Oltin O'rdagacha bo'lgan joylarda savdo karvonlari bemalol qatnagan. Mana shu yo'llari xalqaro savdo yo'llarini ochish Sobqiron Amir Temurning eng katta siyosati, eng katta xizmati hisoblanadi. Va ana shunday katta savdo aloqalarida jahon savdo markazi sifatida birinchi o'rinda Samarqand shahri Sobqiron Amir Temur saltanatining poytaxti turgan. Amir Temur hazratlarining yana bir ulug'lik tomoni shundaki, u juda insonparvar hukmdorlardan biri hisoblanadi. Mana misol tariqasida aytishim mumkin, masalan Suriyada olib borilgan janglarda o'ziga raqib bo'lgan, o'ziga qarshi qilich ko'targan o'sha sarkardalarni asir qilib olib kelgan paytlarida masalan tibbiy yordam ko'rsatish haqida buyruq bergan. Qarang, bu kamdan kam holatda uchraydigan holatlarda ana shunaqa u kishi Ibn Arabshoh aytganidek, mard va jasur insonlarni juda hurmat qiladi. U o'ziga yaqin bo'lgan inson bo'ladimi, o'ziga boyagi dushmanona munosabatda bo'ladimi, lekin o'zini xalqi, o'zini yurtini himoya qilishga otlanib mana shunaqa mardonavor janglarda ishtirok etgan o'sha raqib tomondagi askarlarni ham u kishi e'zozlagani haqida ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan. Amir Temurni mana yuqorida biz aytib o'tdik, bugungi kunda ham u kishini faoliyatlarini, ayniqsa o'sha ilm, fan, madaniyat ga ko'rsatgan homiyligi to'g'risida juda ko'plab masalan asarlar yaratib kelinyapti. Mana shuni natijasida u kishini o'sha homiyligi tufayli mamlakatda demak o'sha ikkinchi renessans, ya'ni yana aytib o'tamiz, bu Temuriylar renessansiga demak asos solingan. Tarixda juda ko'plab sarkardalar, hukmdorlar o'tgan, lekin ularning aksariyati o'z faoliyati davomida o'zlarini ayovsiz urushlari, janglari bilan tarixda iz qoldirgan. Lekin o'zini insoniy fazilatlari bilan, o'zini ma'naviyati bilan, o'zini ham moddiy ham ma'naviy merosi bilan dunyo tamadduniga ulkan hissa qo'shgan hukmdorlar juda kamchilikni tashkil qiladi. Bular orasida biz yana aytib o'tishimiz kerak, Sobqiron Amir Temur bobomizni faoliyatlari albatta faxrlanish darajasiga yetgan. Shu o'rinda mana aytib o'tishim kerak, Amir Temur hazratlari o'z hayotlari davomida juda ko'plab harbiy yurishlarda umrlari o'tgan bo'lsa,
lekin mana shunday bir og'ir mashaqqatli davrda ham u kishi mamlakatda mavaro-nahrda ilm fan madaniyat san'at rivojiga katta katta keng imkoniyatlar yaratib berganlar. Ayniqsa bu davrda dunyoni ko'plab mamlakatlaridan mana shu yaratilgan imkoniyat sharoitlarni ko'rib juda ko'plab olimlar hunarmandlar san'at ahli ilm ahli mana shu mavaro-nahrga ya'ni uning poytaxti bo'lgan Samarqandga talpinib shu yerga kelib ijod qilishni niyat qilishganda. Bu haqda tarixchi taniqli tarixchi Hofiz Abruni asarlarida Nizomiddin Shomiyni zafarnomasida ham ma'lumotlar keltiriladi. Mana shu o'rinda man misol tariqasida aytib o'tishim kerak. Hofiz Abru aytadilarki, Samarqand o'z davrini shunaqa bir gullagan mamlakatiga aylandiki, bu yerga dunyoning ko'plab mamlakatlaridan olim ufzolalar oqib kela boshladi degan bir chiroyli mana shu iborani aytib o'tib ketganlarda. Haqiqatdan ham juda keng imkoniyatlar deganda o'sha ham bu yerda ilm olish uchun demak madrasalarda ilm olish uchun ko'plab yoshlar uchun imkoniyatlar yaratilgan. Bu haqda Temur tuzuklarida ham juda ko'plab ma'lumotlar keltirilgan. Amir Temur bir umr u bunyodkorlik bilan shug'ullangan hukmdorlar toifasiga kiradi. Chunki Amir Temur davrida juda ko'plab madrasalar, masjidlar, sog'lomlashtirish deymiz, boyagi tibbiyot xonalari qurilishiga juda katta e'tibor qaratilganda. Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar davri O'zbekiston va jahon tarixida alohida o'rin tutadi. Chunki bu davrdagi yuksalish yoki renessans iqtisod, madaniyat, ilm fan, tarix, san'at, musiqa sohalarida juda katta rivojlanish, taraqqiyot bo'lganini ko'rsatishadi. Umuman Amir Temur o'zi buyuk bunyodkor bo'lgan, oliy imoratlar qurgan, maxsus tarixiy asarlar yozishni buyurgan. Undan tashqari u davrda musiqada Abduqodir Marog'iy 12 maqom to'g'risida kitob yozgan. Tarixchi Ibn Arabshoh aytadiki, Amir Temur qayerga borsa u yerdagi eng yaxshi san'atkorlari, tarixchilari, hunarmandlari hammasini olib o'zini poytaxti Samarqandga, Mavaro-Nahr shaharlariga olib keldi va bu joylarda yuksak rivojlanish bo'ldi. Shu jihatdan olganda xattotlardan Shamsiddin Muhammad judayam zo'r xattot edi. Uning qalami shunchalik zo'r ediki, Amir Temur qilichidan ham kuchli edi deydi. Keyin yana bir oltin degan toshga yo'nadigan xattotni aytadi, u ham o'z sohasida mohir edi deydi. Rassomlardan Abdulhay Naqqosh Bag'dodiyni aytadi, Amir Temur rassomlarning boshchiligi edi deydi. Amir Temur 12 ta saroy qurgan bo'lsa, Samarqand atrofida mana shu saroylardagi ko'shklarga devoriy rasmlar ishlangan. Bu devoriy rasmlarda Amir Temurning hayoti, faoliyati, uni majlislari, o'tkazgan jangu jadallar hammasi tasvirlangan. Amir Temur Temuriylar davrida bunyodkorlik, shaharsozlikdan tashqari yirik tarixiy asarlar yaratilgan. Adabiyot sohasida Abdurahmon Jomiy, Mavlona Lutfiy, Alisher Navoiylar ijod qilgan. Rassomchilikda Kamoliddin Behzod, xattotlikda Sulton Ali Mashhadiy kabi shaxslar bo'lgan. Mana shular to'g'risida gapirib, Zahiriddin Muhammad Bobur aytadiki, bu davrda yashagan odamlar har kim o'z ishini eng yuqori saviyada bajarishga harakat qilishgan deydi. Bundan tashqari mana diniy ulamolar haqida ham aytib o'tishimiz kerak. O'z davrining eng buyuk allomalari, ya'ni o'sha diniy ilm berishda nom qozongan yirik olimlar ham masalan mana shu Samarqandga, keyin Shahrisabzga, ya'ni Keshga kelib ijod qilganlari haqida ma'lumotlar bor. Nima uchun Amir Temur hazratlarini mana shu
ma'naviyatida mana shu ilm fan ga qiziqish yuqori bo'lgan degan savol tug'iladi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, bu albatta o'sha Amir Temur tug'ilgan oilani, oilaviy muhitni man doim ta'kidlab o'taman, chunki bu bir ziyoli oilani farzandi sifatida uni yoshligidan ilm olishga, uni kitobga bo'lgan muhabbatini uyg'otishda ota-onalarni ham xizmatini biz albatta e'tirof etishimiz kerak. Amir Temur yoshlik yillaridan o'sha ilm oldi, ilmga qiziqishi keyinchalik uni masalan katta madrasalarda borib ta'lim olib, ham dunyoviy ham diniy ilmlarni mukammal egallishiga sabab bo'lganda. Mana bittagina misol tariqasida aytishimiz mumkin. Yoshlik yillarida u kishi nafaqat ilmiy yo diniy ilmlar, balki o'sha adabiyotga bo'lgan qiziqishi ham, kitobga bo'lgan muhabbati ham juda kuchli bo'lganda, o'sha yoshlik yillarida o'qigan kitoblarni hattoki keyinchalik o'sha davlat boshqaruviga kelgan paytlarida, masalan misol tariqasida aytishimiz mumkin, o'sha Ozarbayjondagi o'sha harbiy yurishlar davomida bir qishloqqa qo'shinlari bilan kelib qoladilar. So'rashtirishgan paytlarida bu o'sha mashhur alloma Shabitsariyni qishloqlari ekanligi haqida xabar topadida. Mana shu yerda aytib o'tishim kerak, mana shu allomani asarlarini o'qib yoshlik yillarida o'sha adabiyotga, umuman ilmga qiziqishlar ortgan ekanda, keyin u kishini topshiriqlariga binoan mana shu qishloqda u kishini qabrlarini topib, mana shu yerda obodonlashtirish ishlari uchun masalan o'sha xazinadan mablag' ajratilgani haqida ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan. Endi yana bir e'tiborga molik tomoni, Amir Temur hazratlari qayerda harbiy yurishlari davomida borgan bo'lsa-da, o'sha zamindan albatta kitoblar, qadimiy qo'lyozmalarni yig'ib Samarqandga yuborganlar. Bundan tashqari o'sha yerdagi olim va ziyolilar bilan suhbatlar uyushtirib, o'sha suhbat davomida u kishini qalbida taassurot qoldirganlarini ham masalan ijod qilish uchun, faoliyat yuritishi uchun Samarqandga taklif etganlarda. Bunga bir qancha misollar aytishimiz mumkin. Masalan Taftazoniy deymiz, o'sha yirik diniy ilm egalari mana shu kelib u kishi, ular ham mana Taftazoniy ham Jurjoniy deymiz. Bular juda ko'pchilikni tashkil etadi. Bular uchun shunaqa imkoniyatlar yaratilgan. Ular kelib masalan o'sha Movarounnahrda, ya'ni Amir Temur hazratlarini bevosita rahnamoligida mana shu yerda yashab, shu yerda ijod qilib, juda katta asarlarni yaratganligi haqida ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan. Endi savol tug'iladi, nima uchun aynan Amir Temur hazratlari o'sha kitob va qo'lyozmalarni Samarqandga olib kelganlar, nima uchun o'sha olim fuzolarni bu yerga yig'ishga harakat qilgan degan savol tug'iladi. Albatta u kishining maqsadi bitta bo'lgan, u ham bo'lsa Samarqandni dunyoni eng taraqqiy etgan bir madaniyat o'chog'iga aylantirish. Mana shu orqali demak dunyoni eng rivojlangan ham madaniyat ham ilm rivojlangan bir mamlakatiga aylantirishni o'z oldiga maqsad qo'ygan edilar. Umuman Amir Temur Temuriylar davrida ham iqtisodiy rivojlangan, ham madaniyati rivojlangan, ham san'ati. Tarixchilarning ichida bu davrda G'iyosiddin Ali, Nizomiddin Shomiy, Sharafiddin Al-Yazdi, Hofiz Abru, Muhammad Mirxon kabi, Muhammad Mirxon, so'ngra G'iyosiddin Xondamir kabi tarixchilar yashagan. Endi shoirlarni men aytdim. Endi bu davrda, avvalgi davrda ko'chirilgan kitoblar qayta ko'chirilgan, kitobat san'atiga alohida e'tibor berilgan. Bu davrda yaratilgan kitoblar uchun juda ham sifatli Samarqand qog'ozidan foydalanilgan. Bu qog'oz juda ham sifatlilik bilan ajralib turgan. Endi bizni ota bobolar faqat kitobda oldingi odamlarning bilimlari emas,
bu bilimlarni chiroyli qilib husni xat bilan hamda sahifalarni tilla suv bilan naqshlab zebo nigorlar qilishgan hamda undan tashqari yana bu qo'lyozma kitoblarga nafis mo'jaz rasmlar, chiroyli ranglar, nafis chiziqlarda yaratishgan. Mana shu nafis rasmlarda bu kitoblarning mazmunini ochib berish uchun kitobxon o'quvchiga yetkazish uchun harakat qilishgan. Shuning bilan birga u rasmlarda kitoblarda yo'q narsalarni ham rassomlar o'zidan qo'shib o'zini dunyoqarashini ham aks ettirgan. Bu davrdan qolgan miniatyura rasmlar o'sha davr badiiy inkosi deyish mumkin. Ularda odamlarning qanaqa kiyinishi, imoratlarning ko'rinishi, odamlarning munosabatlari, qaysi voqealarga ko'proq kishilar e'tibor bergani, ovlar, janglar, yirik shaxslar va keyincha shu Kamoliddin Behzod davriga kelib odam portreti ancha maxsus yo'nalish sifatida yuzaga keldi hamda Boysunqur davrida faqat qo'lyozma kitob emas, alohida varaqlarga rasmlar ishlanib, ular yig'ila boshladi va ularni to'plam muraqqa albom deyiladi. Shu muraqqasozlikda Boysunqur shuni boshlab bergan deb odamlar tan olishadi. Umuman Temuriylar davri xattotlikda Mir Ali Tabriziy degan odam nastaliq xatini ixtiro qilgan bo'ladi. Bu davrda o'tgan xattotlar, rassomlar asarlari bugungi kunda o'sha davrning eng noyob asarlari deydi va bular butun dunyo muzeylari, kutubxonalar bo'ylab tarqalib ketgan. Bu davrda Temuriylar davri qo'lyozmalari shunchalik rivojlanganki, qaysi muzey yoki kutubxonada Temuriylar davri qo'lyozmalari bo'lmasa, bu muzeyning kolleksiyasi mukammal deb hisoblanmaydi. Umuman olganda Temuriylar davri bizning madaniyatimiz uchun aniq fanlarda, ayniqsa Mirzo Ulug'bek davrida Samarqandda Ulug'bek akademiyasi yaratilib, Qozoda Rumiy, Jamshid Koshiy, Ali Qushchilar ijod qilgan. Bularning rahbari, uyushtirgan odam Mirzo Ulug'bek, Ziji Jadidi Ko'rag'oniy yulduzlar jadvalini tuzgan. Umuman Temuriylar davri deganda biz oliy imoratlar, o'sha davrda yaratilgan tarixiy asarlar, badiiy asarlar va mana shu tarixiy badiiy asarlar ichida bo'lgan nafis bezatilgan ajoyib qo'lyozmalar, miniatyuralarni eslaymiz va mana shu narsalar xalqimizni ichidan chiqqan san'atkorlarni jahon san'atiga qo'shgan hissasi bo'ladi. Jahon tarixida Amir Temurning o'rni va Temuriylar davlatining o'rni faqatgina uni o'sha davlatimizni hududlarini kengaytirish bilan emas, balki madaniyat, ma'rifat sohasida amalga oshirgan ishlari bilan ham mashhur. O'zbekiston tarixi davlat muzeyini bir bo'limi, juda katta bo'limi aynan Temuriylar davriga bag'ishlandi va bu davr o'sha tariximizda Amir Temur va Temuriylar davri Renessansi yoki ikkinchi Renessans deb nomlandi va bu ekspozitsiyada bizni Amir Temurni sarkarda sifatida ham, davlat arbobi sifatida ham va o'sha ilm fan madaniyat sohasini qo'llab-quvvatlovchi shaxs sifatida ham ko'rsatishga harakat qildi va bu ko'rinish keyinchalik Amir Temurning o'g'li Shohrux Mirzo, nabirasi Ulug'bek Mirzo va keyingi Temuriy shahzodalar davrida ham o'zini aksini topdi va bu narsa keyinchalik bu davr rivojlanishi o'sha Hindistondagi Boburiylar davlati misolida va o'zimizdagi o'sha markazlashgan davlatlarni, kichik davlatlarni tashkil topishida ham ilm fanga bo'lgan munosabatni shakllantirib berdi. Kelajakda tashrif buyuruvchilar uchun O'zbekiston tarixini yangiliklari, O'zbekiston tarixini ilmi fanini rivojlanishi va albatta Amir Temur, Temuriylar davri Renessansi, undan tashqari O'zbekiston tarixini turli davrlarini yangilangan ekspozitsiyamizda yangi ilmiy yangiliklar bilan qarshi olishingiz, ilmiy xodimlar tomonidan bu ekspozitsiyalarga yangi yondashuvlar bilan amalga oshirilgan ishlarimizni ko'rishingiz mumkin.